Bu videodan keyin siz ham xamirlarsiz xuddi shunaqa silliqqina chiroyli bo'lib chiqadi. Ramazonning 30 kunlik barakasi challenge'imizni 8-kun. Ha aytgancha, bonusga qovoq manti retsepti. Bir qasqon manti uchun 220 gram suv, 1 choy qoshiq tuz, 1 dona tuxum, 15 gram yog'. Yaxshilab aralashtirib, 550 gram unni elikdan o'tkazib, qattiqqina xamir qoramiz. Un albatta Vichy sort un bo'lishi kerak. Ya'ni oliy navli un. Silliq, yetilgan xamiri eng katta siri nimada bilasizlarmi? Albatta xamiri 3-4 marotaba yaxshilab mushtlab, oralarida 15 daqiqadan tindirib qo'ysanglar, xuddi shunaqa silliqqina xamirga erishasizlar. Ana endi bu xamirdan xolasanglar lag'mon, xolasanglar manti, xolasanglar chuchvara to'kishinglar mumkin. Idealniy xamir. Bugun Oyjon juda ham qovoq manti egalari kelgan ekan. Men qovoq manti qilib Retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Ana endi to'g'ri marta yaxshilab ishlov berilgan xamiri zuvala ochib yoysagan bo'ladi. Qattiqqina xamir bo'lgani uchun zuvala ochilgan xamir yana 5 daqiqa paketga solib tindirib qo'yishni maslahat beraman. Ana o'shanda xamiringlarni osongina yoyib olasizlar. Xolasanglar 40 dan oshiq polfabrikat onlayn kursimda xamir kalkulyatsiyasigacha o'rgatganman. Direktimdan plyus belgisini qoldirsangiz, hozirda Ramazon munosabati bilan mega skidkaga tushgan polfabrikat onlayn kursimni to'liq ma'lumotini jo'nataman. Qovoq mantini bizga o'xshab sevuvchilar bormi? Kommentariyaga man deb yozib qoldiring. Ozgina mehr va ozgina ishlov berilgan xamirdan idealniy mantilar tayyor. Hech ham xamir o'xshamaydigan, dugoningizga ham jo'natib qo'ying.